Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Aron Gaming. Bugun sizlar bilan yangi kelgan обновленияni, ya'ni 11-sezonni birga obzor qilib, maza qilib ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda kirganimizda shunaqa 4 ta narsa chiqib keladi. Nima yangiliklar bo'lgani haqida, skilllar va yangi karta. Xo'p, keyin esa bizga 4 ta narsa berishdi shunaqa. Xo'p. Har xil medalga o'xshash narsalar. Opa, biz uzoq kutgan mana bu personajni ekranga chiqarib qo'yishibdi. Keyin esa mana bunday narsalar charm. Xo'p, adashmasam Arujaga iladigan narsa edi bu. Tushunishim bo'yicha Arujaga iladigan narsa edi. Chiroyli lekin, to'g'rimi? Menga yoqdi, sizlarga qanaqa bilmadim. Xo'p, undan keyin esa nimalar yana yangi qo'shilgan? Yo, bu o'zim inventorim. Alohida qilib qo'yishibdi hamma joyini, Rinokni, keysli joylarni alohida qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, bu esa bu ham Rinok. Rinokni ham alohida qilishgan, klan joyini ham alohida qilishibdi. Qanaqadir ko'zim o'rganmagani uchun neto'roq ko'rindi. E'tibor bermaysizlar. Xo'p. Bu 3 ta yangilik degan nima bu? Activity'ni alohida qo'yib qo'yishibdi mana bu yerga. Kim chiqqan, kim kirgan, shunaqa narsalarni alohida qo'yib qo'yishibdi. Xo'p. Keyingisi esa bu oddiy narsa, o'sha by request qilib qo'yish kerak buni. Undan keyin esa xo'p. Nima bo'ldi? Klan joyidan chiqamiz. Nastroykalar o'zgarganmi desam, menimcha hamma narsa o'z holicha turibdi, ko'rganinglardek. Xo'p. Bu joylari o'zidek, bular ham o'zidek. Hammasi o'z holida turibdi. Bitta zo'r narsasi mana shu personaj yoqdi hozircha. Yana aytaman nima narsalar yoqqanini. Xo'p. Bu yerda yangilik YouTube'ga sirazi kirib ketar ekan, bu yaxshi emas. Bu narsa shu joydan yoqmaydi. O'zida event bo'lsa yaxshiroq bo'lardi menimcha. Bu esa promokod joyi. Xo'p, promokodga xuddi shu men yozgan promokodni yozsanglar, sizlarga nimadir beradi. Nima berishini hali o'zim ham bilmayman. Shuning uchun hozir birgalikda ko'rib olamiz. Opa. Просто tak devorga chizadigan nima graffiti deyiladimi? Shunaqa narsa. Xo'p, keyingi yangiliklari nima? Xo'p. Nima? Xo'p, menimcha hamma yangilikni ko'rib bo'ldik. Tugadimi shunchalik tez? Yo'q. Tugamasligi kerak. Lobby joylarini ko'ramiz. Qanaqa qilib chaqirish, qanaqasiga lobby ochish yangi rejimda. Yangi rejim emas, yangi обновленияda. Xo'p. Bu joyni qaysi biridan ochiladi? Xo'p, yangi karta qo'shilgan, ko'rinishiga mumkin perimeter degan son 7 ketibdi ko'rganinglardek. Mayli, nima ham derdik endi. Ketadi endi. Ketgan zona ketaversin, qolganlari qolaversin. Yangi zonani ham yoqtirib qolishga harakat qilaman hozirlar bilan. Xo'p, bu joy emas, o'z yeriga kiramiz. Mana shu joydan lobby ochsak bo'lar ekan. Oldingidek mana bu turnament, bu mix bo'ladi, free for all AMK. Hop. Nimalar bor bu yerda? Hop, mana sizlar bilan ochishni o'rganamiz hozir. Hop. Bitta zonani tanladik, pressure zonasini. Bosildi mana. Hop, ovozini eshitdinglar buni? Yaxshi-ya, zo'r ovozi. Menga yoqdi lekin. Qanaqadir neobичный ovoz. Xuddi keskida chaqiradi-ku. Tit deb. Xuddi shunaqa ovozga o'xshab ketar ekan. Hop, oldingidek oddiy lobby ochish yo'q ekan menimcha, yoki boshqacha chaqirsa o'zi ochilib ketadimi? Buni ham hozir sizlar bilan birga ko'rib olamiz. Hop, kimnidir chaqirib ko'ramiz hozir. Hop. Online igroklardan klanimdan hop, adminni hozir chaqirib ko'ramiz sizlar bilan birga. Kakras o'yinda ekanlar, qabul qildilar. Ko'rishinglar mumkin, shunaqa qilib chaqirilar ekan, personaj, arujalari hamma narsasi bilan kirib kelar ekan o'yinga. To'g'rirog'i lobbiga. Keyin birga bemalol boshlashinglar mumkin. Endi esa profilni, mana personajimizni qanday qilib almashtirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, menyulari ko'rganinglardek o'zgargan, statistika chiqarib berishlari. Xo'p, mana topdik. Terror yoki uni space'ni qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Pichoq qo'yib qo'yamiz. Qo'liga jiddiyroq ko'rinishi uchun. Xo'p. Terrorliga akim berib qo'yar ekan, unga ham pichoq berib qo'yamiz mana. O'zimizni personajimiz tayyor mana, achkili biradimiz. Endi esa xo'p. Bo'ldi menimcha, yoki sizlar bilan hozir yangi kelgan skilllarni ko'rib chiqamiz. Mana gold pastda o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. 75 levelga borsanglar o'zi
pechatkali boks beradi. Buni menimcha Rinokdan ko'rganimiz yaxshiroq. Yangi kelgan skilllarni hop filtr qilib olamiz. Yangi sezonni narsalarni yangi sezon nomi bilan filtr qilganimizdan keyin mana ko'rishinglar mumkin. Chiqib keldi. Estus M4 qo'shilibdi. Opa, ko'rinishi chiroyli menimcha. Breakout sezoniga moslangan bo'rili ekan. Hop, yangi karta ham shunga mos bo'lsa kerak menimcha. Hop, UMP. Bu unchalik emas ekan, qizil set qiladiganlarga yaxshiroq bo'lsa kerak. Deagle o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bitta odamda bor ekan, sotuvga endi qo'yayotgan ekan. Hop, endi yana nima? USP. Bu breakout degan. Bu graffiti box. Graffiti pack. Yangi nargi narsalarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Default raw narsalar. Unchalik qiziqarli emas. Hoppa, AKM menimcha zo'rroq. Esingizda bo'lsa, yoshligimizda o'ynaydigan Counter Strike o'yini bo'lardi. Counter'ning telefondagi versiyasi. O'shandagi AKMga o'xshab ketar ekan. Yangi qo'shilgan karta ham o'shandagi kartaga menimcha o'xshashroq. Chunki Precision degan karta bo'lardi, adashmasam. Adashdimmi yo'qmi bilmadim, lekin yoshligimda o'sha o'yinni ko'p o'ynardim. Qo'shilib. Hop, endi pechatka. Nebichniy zo'r ko'rinar ekan. Mana bu ko'ki ham chiroyli ekan. Eng chiroylisi menimcha hoppa. Sizlar ham men o'ylagan narsani o'yladinglarmi? Buni chiroyliligini qaranglar. Oldinga AWP bilan babichkaga zo'r tushadi menimcha bu pechatka. Shuning uchun ham chiqazishgan bo'lishi kerak. 19999 ga qo'yib qo'yishibdi. Yaxshi narxini oshirib qo'yishgan. Ozgina kutsanglar tushadi hali bu ham. Yangi kelgan sezon skilllarni ham ko'rib chiqdinglar degan umiddaman. Yaxshi obzor qildim degan umiddaman. O'zimga yoqqancha obzor qildim. Har doim shunaqa qilaman. Voy, bitta stiker shuncha narxmi? Hop, gap yo'q. Yangi sezon skinlar tarafdan ham menga ozgina yoqdi deb ayta olaman. Endi esa hop, Battle Pass'ni ko'ramiz. Battle Pass'ni bemalol eng qulay narxlarda Telegram kanalimizdan sotib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimiz Aron Gaming Uz. Xuddi shunaqa YouTube'da qanaqa bo'lsa shuni yozsanglar chiqadi. Hop, Battle Pass'ni har hafta missiyalarni bajarib bemalol olishinglar mumkin. 1200 gold yoki $15 deb yozib qo'ydi ekan. Hop. Bundan ancha arzon narxda sizlarga Telegram kanalimizda ko'rsatib o'tib ketgan bo'lamiz. Hop, endi goldimiz ham tushdi. Sizlarga yaxshiroq kontent qilib beray deb pichoq olamiz. Pichoq qanaqasini olsam ekan? Asosan qizil qora set qoldim. Hop, kerambit olmoqchiman. Kerambit qaysi? Scratchni olamiz menimcha katta ehtimol. Hop. 4800 ekan. Hoppa, ko'rinishini qaranglar. Skromniy ko'rinadi baribir. Qandaydir shu pichoq yoqib qoldi. Hop, shuni olamiz endi. 4798 goldga. Shuni 4800 qilib qo'ysalar ham olardi odamlar. Endi equip qilamiz. Bu ham bir marketingda endi. Endi esa sizlar bilan yangi kelgan zonani ko'rib chiqamiz. Adashmasam qamoq degan ma'noni anglatardi. Buni ma'nosi hop inglizchadan olingan bo'lib, deymi? Har doimgidek terroristlarga o'tib olamiz. P91 qo'shdi. Hop, pichoq. Endi AKR olamiz qo'limizga. Endi esa sizlar bilan bitta pozitsiyalarni ko'rib aylanib chiqamiz. Bu yer qayeri o'zi? Hoppa, tovoni ichida standoffning o'yinchog'i bor har doimgidek. Bironta kichkina detallar qo'shishni yaxshi ko'radi standoff. Yangi kartalarga kelganda biz hozir qayerdamiz? Cho'ta nastroykadan kartani ham ko'rinmaydigan qilib qo'yimman. Uncha ko'ra olmadim, shuning uchun to'g'rilab qo'yamiz. Endi esa bemalol ko'rishimiz mumkin qayerdaligimizni. Hop, A zonada ekanmiz. Hop. Hozircha pichoqni tomosha qilish bilan olib boraman. KT spawnga borib olgancha. Hop, mana sizlar bilan KT spawnga yetib keldik. Kontra terroristlar xuddi shu joyda tiriladi. Keyin
Mana bu yerdan A da o'ynamoqchi bo'lganlar A ga o'ynaydi, B dan o'ynamoqchi bo'lganlar B da o'ynaydi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu joyda otishsa bo'ladi. Hop, hop, pikatlar. Mana shu joydan bu tarafdan ham borsa bo'lar ekan, ikkita tarafdan kiradigan joyi bor ekan. Hop, mana buni orqasida turib kutib olishadi menimcha katta ehtimol bilan. Bu tarafdagilarni shunaqa pikat bilan. Hop, pik bilan desam to'g'riroq eshitiladimi? Umuman farqi yo'q. Qulayroq gapiraman o'zimga. Hop, krisalan joyi. Bu krisalan joyi deganim bekorga emas-u. Qaranglar, taktik o'yinchilar deyman, mayli, krisalan emas. Sekin o'tib olishadi dem tashab, bu tarafga keyin kutishadi sizlarni. Kutishganda sizlar bu tarafdan umuman kutmaysizlar, boshidan bu joyga kirib olishini igroklarni, keyin sirasi chiqib kelib uradi. Lekin mana shu narsani zo'r qo'yishibdi devorni. Chunki bu tarafdan turganda unchalik urish olmaydi. Narigi tarafga sal-pal qulayliklar yaratishibdi. Mana bu joydan sakrab chiqib bo'lmaskan, boost bersa bo'ladi menimcha. Narigi tarafga devorning orqasidan ko'rish uchun. Hop. Hoppa, qamoq. Bekorga qamoq emasda, ko'rdinglarmi? Hojatxona bilan nima bu? Hojatxonasi ham ichida, rakovinasi ham ichida, ovqatlanadigan joylari ham hammasi ichidami deyman. Bu taraf ham hop. Bo'yi paydo bo'lgan joyimiz ekan bu. Endi tushunib yetdim. Hop, A plantni o'pishi ko'rib bo'ldik degan umiddaman. Endi esa sizlar bilan hop. Mitni ko'rib chiqamiz. B'da qanaqadir tishi bor ekan, shunga salgina chalib qoldim. Hoppa, mana bu tarafda ham kriza o'tirish mumkin. Sizlar bilan kriza izlash anusi qildingmi deyman bugun. Obzorini. Obzor. Hop, mana bu joydan o'tarmikan? Shu qiziq. Hozir sizlar bilan o'tadimi yo'qmi? Buni ham ko'rib beramiz. Bu taraf katta spam o'targan joy. Keyin esa bu tarafdan bu joyga sakrab olmaskan. Xuddan u mishinga o'xshatib qilishibdi shu derazani. Mana bu ustaxonaning joyi ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana shu tishini aytdim. Ko'rganinglardek o'tmagan menimcha, to'g'rimi yoki o'chib ketibdimi o'qizi? Yo'q, katta ehtimol o'tmagan. Chunki temirning ovozi eshitilyapti. Temirdan bu narsa o'tmaydi degan umiddaman. Ko'rganinglardek o'tmadi, lekin mana bu joyda o'tadi 100 talik. Mana bu joyda o'tadi. Ko'rishingiz mumkin. Chunki bu taxta keyin обязательно qilishganga o'xshaydi xuddi. Aynan shu joy uchun alohida qilishgan. O'tirib tursanglar, kallanglardan bemalol o'tiladi xuddi shunaqa qilib. Lekin yoqda yangi karta yomon emas. Bu tarafda yana bitta qamoq xona bor ekan. Archa ko'rishingiz mumkin, o'tgan обновлениyadan bitta detal qoldirib ketadi har safar. O'sha detal shu archa bo'lgan menimcha. Bu qanaqadir to'g'rilaydigan joylar elektrni, lekin elektrga aloqasi yo'q. Bu taraf ko'rishingiz mumkin, pastga tushadigan sirli joy. Zabranение zona stop deb yozib qo'yishibdi. Bu tarafda nima deb yozishgan? Miyama bilishanki. Boshqa yozuvlar o'ta tushunarsiz. Nimadir ma'noni anglatsak kerak, lekin o'qiy olmadim-da bu yozuvlarni. Hop, tez-tez obzor qilishga harakat qilamiz. Bu tarafdan o'tarmikan, o'tar ekan, ko'rganinglardek bemalol kirib kelgan odamni oyog'idan otmaysizlar, uni boshiga otsanglar bo'ladi. Shunaqa sakrab o'tolmasgansizlar. Xayolimga kelgan shuni qilmoqchi edim. Bu tarafdan o'tmas ekan yaxshi. Bundan o'tmagani ancha yaxshi, menimcha ham. Bu tarafdan bemalol o'tirib turib kallasiga bersanglar bo'ladi. Temirdan o'tganinglardan foyda yo'q. O'qinglar baribir o'tmas ekan. Hop. Bu taraf oxirigacha chiqib ketadimi desam, to'xtab qolar ekan shu joyda. Hop, bu tarafda o'tirib turib o'tsanglar bo'lar ekan shunaqa. Mana buni tepasini nima uchun qo'yishgan bu joyga? Prosta to'siq bo'lish uchunmi yoki boshqa narsagami? Hop. Hoppa, sakrab tursangiz, sakrab chiqib olsanglar bo'lar ekan shu joyga. Bundan bu tarafga o'ta bo'lmas ekan. Yana boyagidek kirisalan joyi, faqat bu safar ochiq joy. Ochig'ini ham qilishlari kerak edi, to'g'ri-da.
sekin beshak o'tib olishadi. Xuddi shuni ko'rsatishim bo'yicha keyin o'ng tarafga qarashmaydi, mana shu tarafga qarab turishadi. U tarafdan chiqishni otishadi, keyin o'ng tarafda ko'rinib qolsanglar, sirazi birib reaksiyaga ishlab otib olishadi. Xo'p. Endi esa bu tomni ustiga chiqib bo'lmaydi, katta ehtimol. Keyin bu taraf mana bu tarafdan pik qilishga zo'r joy ekan. Ko'rganingizdek xuddi shunaqa pik qilsanglar, moshnikalasiga tegadi. Mana bu joy ham kak krisalarning joyidek. Bitta chiqib pik qilib otishadi. Tekis tegdi, ko'rdinglarmi? Ancha o'pit bo'ldi. Bu esa qanaqadir bu tarafdan kiramiz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin, bu tarafdan ham pik qilib otishga osonroq joy. Oson emas, endi skilli ko'p o'radi. Shu joyga chiqa olmaskansizlar, bilib oldinglar endi. Sakragancha o'p deganim u ich-ichimdan sakraganim. Bu joylar menimcha Call of Duty o'yinchilariga ancha tanish bo'lgan joylar. Call of Duty igroklariga. Ayniqsa eskilari bo'lsa, ko'rgan bo'lishinglar kerak. Endi sizlar bilan bo'ldi, hamma joyni aylanib chiqdik. Endi yaxshiroq joy qidiramiz. Nimaga yaxshiroq joy desanglar, preview yasashga videoni boshidagi previewni hozir qayerdan olganimni sizlar o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hop, shunaqasi yugurib kelsak, mana o'sha joy. Xuddi shu joyga bemalol pichoqni mana bunday qilib yangi obnova deb yozib olsak bo'ladi. Nastroykamizda ozgina xatoliklar bor ekan. Xaritani ko'rinmas qilib qo'yamiz. Mana endi juda go'zal preview chiqadi. Xuddi hozir ko'rgan ekraningizdek. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Aron Gaming.